Qadrli kuzatuvchilar, YouTube ixlosmandlari, bizni obunachilarimiz, sizlar bilan Tunikafon klass jamoasi va akalar Farg'ona viloyati Uchko'prik tumanida bitkazilgan yangi ishimizni sizlarga havola qilib, obzorlarni chiroyli qilib ko'rsatib beramiz. Ko'rib turganlaringizdek, tashqari kozirogini 41 lik tarnov qo'yib berganmiz va akalar galstuklarni ham mokriy qilib qo'yib berganmiz, taglarini 90 gradus detallariga qo'yib berganmiz. Operator olib kelaverasiz, darvozaxona qismiga e'tiboringizni tortamiz akalar. Darvozaxona qismlari juda ham chiroyli suratda qilib bitkazib berilgan. O'rtalariga rumbik terib, yulduzcha, tilla yulduzchalarni ham hammasini o'zimiz qilib bitkazib berganmiz. Akalar, yana bir eslatib o'tamiz. Biz Polniy vodiy bo'ylab xizmat ko'rsatamiz. Vodiy bo'ylab xohlagan joylarda chiroyli qilib, chiroyli suratda tunikafon ishlarini bitkazib beraveramiz. Akalar, ishlarimiz sizlarga ma'qul kelib turgan bo'lsa, like, podpiska bosish esdan chiqib qolmasin. Va akalar, sizlarga ya'ni qiziq bo'lgan joyini aytib o'taman. Tunikafon narxlari hozirgi kunda 120 ming so'mdan 150 ming so'mgacha qilib bitkazib berilyapti. Ya'ni u narxlarimiz akalar Polniy vodiy bo'ylab amal qiladi. Operator olib kelaveradi, ichkari qismlarini ham akalar yaxshilab e'tibor berib ko'rasizlar. Choklariga ham e'tibor berasizlar. Choklari ham juda ham chiroyli suratda qilib bitkazib berilgan. Va akalar, bizada turba tarnov xizmatlari ham отдельный bor. Turba tarnovlarni ham o'zimiz отдельный qilib qo'yib beraveramiz. Hamma narsasini o'zimiz olib kelgan holatda. Mana bu darvozaxonasi, ya'ni letniy kuxna. E'tibor beramiz, letniy kuxnasiga ham juda chiroyli bo'lgan. Mana shu holatda qilib letniy kuxnasiga ham bitkazib berganmiz akalar. Akalar, ishlarimizga sizlarga ma'qul kelib turgan bo'lsa, bemalol tagidagi nomerlarga murojaat qilaverasizlar. Chiroyli suratda xuddi shunaqa qilib sizlarnikini ham bitirib beramiz. Sog' va salomat bo'linglar.